Assalamu alaykum ekranlardagi qadrli ko'ruvchilar, naq maydondagi savodashlar. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyu madaniyat tarqitish cheklik shirkati, Şinjan Albidar madaniyat media cheklik shirkati hamkorlashib huzurunlarga sungan Şinjan İmra xalqaro savdo cheklik shirkati tajidorligidagi ular shundoq deydi programmasi. Men program riyosatchisi Umid Tursun. Hammalarga ma'lum, darvozlik san'ati Uyg'ur xalqining dodilligi, tirishchanligi, shundoqla aql farosatining mujassimi. O, Cunhua milletlerinin medeniyet ambirideki parlaq yulduz bulup hesaplandı. Ameliyatı belki ekran aldığındaki şundaqlar naq meydanındaki savaqdaşlarımız bilişi mümkün. Yani darvazlıq sənəti bolsa 2006 yılı 5 ayının 20 günü Govian tərəfindən gayri maddi medeniyet mirasları qatarıga kirgizilgan. Bugün səhnimizge təklif qilgan bu aziz mehmonimiz bolsa Uyğur darvazçılığının ən asaslıq vəkili. Ondaqda uzadı kim? Ekran arqalıq tanışıb çıxaylı. Mərhəmət. 1971-yili Qashqar viloyatining Yangisar nahiyasida tug'ilgan Adil Oshur 4 navbatlik mamlakatli xalq qurultiyi vakili. Şinjan Serik ömükining davlatlik 1-darajalik serik artisti. Jungo Serik san'atkorlar birlashmasining muavin raisi. Mamlakatlik emgak namunchisi. Mamlakatlik 10 munavvar yoshdan biri. U yana Po'lat arg'amchida mengish mahorat ko'rsatish jihatda u da 5 qatim dunyo Ginness rekordini yaratgan faxrlik o'g'lan. Adil Oshur 1997-yili 6 ayning 22 kuni Changjang daryosining Sansha bo'g'oziga tortilgan Soyuzdan egizligi taxminan 400 metr, uzunligi 640 metr keladigan Po'lat arg'amchidan 13 minut 48 sekundda o'tib, Amerika tavallikidagi Kanadalik Kohlunning 53 minut 10 sekundda Sansha bo'g'ozidan o'tganligidek rekordini ajoyib zo'r selishtirim bilan yengilagan. Uning bu natijasiga qarta naq maydonda dunyo Ginness rekordining guvohnomasi Adil Oshurga topshirib berilgan. Adil Oshur o'zining izlanishchan ruhi orqali to'xtovsiz tirishish natijasida 2000-yili 15 noyabr Jungo Serik ömiki birlashmasi tarafidan Palak Shohi degan sharafli nomga erishib, rayonimizga, jumladan xalqimizga zo'r shon-sharaflarni keltirdi. U hozir rayonimiz uchun darvozlik san'atini uzluksiz taraqqiy qildirish yo'lida, keyingi bir avlod darvozlarni tarbiyalash yo'lida tinimsiz kurash qilmoqda. Qaynonaqda qizg'in alqishlarimiz bilan bugungi aziz mehmonimiz Adil Oshur apandini sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz aka. Rahmat, marhamat sog'doshlar, marhamat. Mana Palak Shohi Adil Oshurni balkim nurg'unlagan savoqdoshlarimiz televizorda ko'rib, amaliyotda bir ko'rib baqsaq qandoq bo'ladi degan umidda bo'lgan bo'lishi mumkin. Menmi shundaqdim. Mana bugun o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Haqiqatan qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga qatnashganingizga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizga aka. Qaynonaqda oldi bilan salmongizni ekran oldidagi shundaqlar naq maydondagi do'stlar bir yo'lda o'tamsiz. Assalomu alaykum, savoqdoshlar, ko'raman do'stlar. Adil Oshurdan sizlarga o'tliq salom. Rahmat. Adilkamninki darvozlik mahoratini, yana darvozlik san'atini hammaylar ko'rgan, shundaqmi? Shu vaqtda 97-yili Sansha bo'g'ozidan o'tgan vaqtingizda bo'lib bevosita tarqitishni biz markaziy televiziya stansiyasida ko'rgan vaqtimizda hammaylar shunchalik hayajonlangan. Shu vaqtda men sizni do'rab, simda mangadigan ishim bor ekanda deb sizni do'rab mangan vaqtlarimda bir qancha yerlarimni qilqagan sundirib og'li. Balkim naq maydondagi savoqdoshlarimiz shu vaqtlarda bir qismlari tug'ilmagan bo'lishi mumkin. Ammo yana bir qismlari men bilan taqdimatlik do'stlarimiz bo'lsa, balkim bu jarayonlarni ularni balkim beshidan o'tkazgan bo'lishi mumkin, shundaqla avaz qilgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, undaqda sahnimiz sizga qoldi ustoz. Marhamat. Rahmat. Bugün mening davozlik hayotimni sizlarga so'zlab berganligim men eng baxtli bir kunni his qildim. Chunki meni ko'targan davozlik san'ati. Davozlik san'ati 2000 yildan ortiq tarixga. Hammalar bilasizlar, bu davoz degan ismni nurg'un bizning o'smir yosh savoqdoshlarimiz bilmaydigan chaqda 97-yili 6 ayning 22 kuni Changjang daryosidan men birinchi qatim Changjang daryosidan simda mengib dunyo Ginness rekord yaratgan vaqtim 97-yili 6 ayning 22 kuni. Mushu 6 ay 22 kuni bo'lsa, mening to'p-to'g'ri mening dunyo Ginness rekord yaratganligimga 20 yil bo'lgan bo'ladi. Men Yangisar nahiyasining O'char yesab, Bozg'u yesda dunyoga kelgan. Men
Atamdan 5 yaş vaqtimda, apamdan 12 yaş vaqtimda ayrılıp qalgan. Davazlıqni ko'rgan adam pelakninki eng igiz yerda mangıdı. Eng güzel yerda mangıdı. Igiz tağlarda mangıdı, çağında deryalarda mangıdı deydi. Lekin unda emas. Bizninki japalık bo'lgan vaqtimiz başta başlanganda 5 santa, 10 santa, 15 santa igizlikdiki qonaqlıqning qirdan mengishni boshlab, hozirgi bizninki 400 metr, 600 metr igizlikka mengib chiqyapmiz. Abay dedim, meningki atam 5 yaş vaqtimda mendan ayrılgan. Bizning uyda 5 bola. 2 akam bor, 2 adam bor. Men uydagi bolaning eng kichiki. Mening akam davozliqni bilamdi. İkili akam bilmaydi davozliqni. Adilerim mi bilmaydi davozliqni. Bir kuni men apam qachi borib, "Zadi meningki dadam nerede? Mening dadam nima ish qilgan adam desam, apam, "Sening dadang Şinjan'da ataqliq 5-chi avlod Darvoz." Deganda Darvoz degan nima, apa? Darvoz deb menga jiq tushuntirib ketding bu desam, apam, "Mush yerning ustidan eng egiz 20 metr egizlikka bog'langan orqam bilan mengib chiqdi dadang" degan kim? Nima degan mening dadam qaysarki? Degan ki nemişki bu darvozliqni meningki akam o'rganmaydi. Nemişki adam o'rganmaydi. Başqalar nemişki o'rganmaydi desam, dadang buning xatarligidan, davozliqning xatarligidan hech qaysiga o'rgatmagan. Seningmi o'rganishingni xolamaydi dadang dedi. 2000 yillik tarixi va davozliqni 450 yilni saqlab kelibdi bizning oila. Men buningga cho'qim varis bo'lishim kerak deb şu kichik vaqtimni tatib men belimga belvog'ni ching bag'ildim. Nada qonaqliqning qiri bo'lsa, qonaqliqning qirida mangdim. Uylarninki tamlarning ustida mangdim. Yog'ochlarni qo'yib, yog'ochlarning ustida mangdim. Yaxshi manganmadim. Yiqildim, qo'llarim qirildi, putlarim surildi, putlarim sundi. Mushningdimi? Ayni badashlik ben. Mening davozliq hayotimmi? Ashnanga o'xshash abay dedim mana. Mening ko'k ko'targan davozliq degan, mushu sizlarni o'qiyotgan saboqdoshlar. Bizning yoshlarimiz tirishqandilam bizning o'ylagan nishonimizga yeta olamiz. Tirishqa odam hech qachon yerda qolmagan. Bu davozlik kasbidimi? Menga yetaklaydigan yaxshi ustoz yo'q u chaqda. Chunki mening akam darvozlikni bilmaydi. Mening opam ko'rgan, u tiqib bilmaydi, da, chiqishni bilmaydi. Buni qanday qilish kerak? O'zimizningki nazariya bilan, o'zimizningki tirishchanlik bilan yog'ochni ikki tarafga bog'lab, uni tepaga chiqib mangdiq, yog'och to'maydi, tushib ketdimiz. Nima desa, u chaqdagi aql shunchalik. Meningki endi bir sirk ma'lumim bo'lgan. Bu sirk ma'lumim desa, Liufu Sing deb bir xanzu ma'lum bo'lganda, bu bizningki Yansa sirkimikida nurg'un xanzu ustozlik bo'lgan. Bular hammasi ishga ketib, bizning mush Liufu Sing degan bir lam ustoz qaytmaganda ishga. O ustam meni balla şagirdlar uxlavasa meni qo'pa deb mashq qildirdi. Bu balla uxlasa men nima deb mashq qilaman? Ochig'im kelgan mening. Mashqni qilib bo'lib baka olsam, ikki chelakni ko'targizib qo'ygan. Menga suv keldi aytdi. 1 kilometr yerdan ko'ldan suvni olib shu kelitimda kelib amni qo'yib bo'lsam, menga mashq qildi aytdim. Nima desa, mushunchalik japoni o'tkazib beshimizdan ma bugungi tirishimiz keldi. Adlı şurnunki ikiz simde mangını körsler. Bundan sizler huzurlansizlar. Xalqimiz huzurlandı. Lekin meningki tatqan japayimni hech qachon uqmaysizlar. Men manda mengib yurgan bilan kichik vaqtim nurg'un yerim sungan, nurg'un japalarni yengan. Bu japani qanday yengimiz? İroda bo'lish kerak. Nishon bo'lish kerak. Japani endi yengin bo'ldi. Hozir sharoit yaxshi. Bizning yoshlar yo'lni yaxshi menish kerak. Yaxshi yo'lda mansanglar. Oilangizmi yaxshi, jamiyatmi yaxshi, dunyoning har qanday bo'lsanglar yaxshi. Yaxshi yo'lda mansanglar, sizlarni qorong'uchilikqa boshlasa, bizni xurafilikqa boshlasa, kelgusingizni yo'q bo'ladi. O'zingizning istiqbolingni yo'q bo'ladi. Bizning istiqbolimiz o'zimizning tirishchanligida. Bizga shunchalar yaxshi sharoitlarni yaratib beryapti. Abay degandek. Burun biz Qashqardan Urumchiga keladigan, Uyanqo'ni keladigan vaqtlarda 6 kun, 7 kunda kelardik. Men cho'ng bo'lgan vaqtda Qarmashlarda. Hozir mana 1,5 soatda aeroplanga kelamiz. Poyezdlar bor,
22 saatte bardı. Maşinlar hazır 1,5 günde bardıgan bulap ketdi. Taş yol, tömür yol, avasiya hammasi taraqqiy qilyapti. Buni ko'ryapmiz ku. Bu mana bizning qudrat aqlimiz. Mush yoshlarninki, sizlarninki tirishqanliginglar. Yoshlarninki bundan keyinki sizlarga berayotgan mush partiyaning yaxshi siyosati. Men mamlakat sektorga yuzlandim. Mamlakat sektorga yuzlanganda meni butun Jungo xalqi, Jungo millati meni qo'lladi. Mushu davozlikni chet elga tanishtirdim. Shu chaqda mening Jungoliq bo'lganligim nayt faxrlandim, nayt xo'shal bo'ldim. İşkirga berib men ko'rsatganda Şinjanlik g'azab yaxshi ekan, men adili yaxshi degan chaqda mening Şinjanlik bo'lganligimdan nayt faxrlandim. Davozlik qanday qilib bu ko'ki ko'tarilgan, qanday qilib hozirgi masakning chiqqan. Meningki birinchi qatam Sanshabingiz bo'g'izda menga vaqtimni deb berdim 6-22 kuni. Bundan başlasak 95-yili 10 ayının 22 günü Kanadalik köklün muşu Sanşa Boğuzu'dan mangan. Bu mangadigan çağda bizge mi haber kelgan. Çokum sizlar muşdan bilan bir sinishib mengib boqamsizlar degan. Buludu deb biz o'zimizningki tayyorlik qilgan bizning rasmiyatlarimizni o'tib berdik. O'tib bersak, u chaq bizningki nomimiz bo'lmaganlikdan bizningki Sansha Boğuzda mengib o'tishiga ishonch qilolmadi. Cho'qim bu o'talamdi, o'tamamdi. Bu yosh to'sa, gidek to'sa dedi. Shu chaqda u Kanadalik men kech ko'ra qoldim. 53 minut 10 sekundda mangdi. Uzunluğu 640 metr, egizlik 402 metr keldigan polasında. 72 tal muqimlashtirishsi mubada. Onun simligi pastdan u yak mengib chiqish uchun men mengib chiqqan. Ashna ustiga 1,5 soat chiqqani bo'ladi. Mashina mangdigan yo'l yo'q. Kanalaqni nima bilan tikchar aeroplan bilan chiqdi, ayog'im qildi, ko'di. Sharoitni yaxshi qildi. Mangdi bu bizningki Jungo zamaniga kelib Changjang daryosini bu kesib o'tdi. Bu dunyoni zil soldi. Biz 1 milliard 370 million Jungo xalqining ichida buni jang e'lon qila oladigan odam chiqmasmi? Chiqimiz. Şinjandan chiqamiz. Jungodan chiqamiz. Shundaqku? Men chet ellik mang'ayadin biz Jungoliq mang'alaymiz. Unudimi yaxshi mang'amiz degan bir iroda bo'ldi. Men mana 97-yili 6-22 kuni Shangang alayda rayonininki vatan qo'yiniga qaytib kelish 7-yanvar qaytib keldida, shuningga so'g' suftimiz bilan men 6-22 kunni tanlab bu Chanyang daryosidan mangdim. Biz borgan chaqda simlarniki nimisini hammani bo'shtib etgan, elib etgan, uni tartish sharoitimiz nihoyat tez tushdi-da. Tez tushsimi bizda shunchalik iroda bor. U 72 sim tortgandan biz 36 tal sim tortdik. Yer mazlab ketdi-da. Uninki bexatarlik qo'lda ko'targan simappa tankash. Qanday qilsa odam tabiq mishada hozir davozlik uqmaydigan bolalarni qilsak, sizlarga bir oyda dadmaqdan qilib o'tdim. Aninki simappa mayan kasang simap o'zligidan tangshab sizlarni yaxshi maqdan qilib o'tdi-da. Bizlar o'zimiz yasab olgan to'mi tankashni olib berib, bu yerda biz ulab ko'tardik-da, ko'tarsak ali ko'rab. Bu aeroplan bilan kelsa, o tanshaklardagi alyuminni alomat yasalgan tursa, bu Şinjanki bu mang'alamdi degan menda ko'z qarash bo'ldi. To'xtatib. Menda bir xil ruh bor. Menda qo'llayotgan 1 milliard 370 million Jungo xalqi bor. Men cho'qim mang'alayman deb tanshakni oldim qo'lamga. Birinchi qadamimni oldim. Birinchi qadam bak muhim. Men unda egiziyat mengib boqmasam, uni oldida 20 metr, 30 metr yad mangan, 5 metr, 2 metr yerga chiqib bir qadam unda qo'rsam, tushib ketsam, nega tushaman deb Changjang daryasi menim topolmaydi-ku unda egiziyat. Qanday qilsam bo'ladi deb bir qadamni olim oqimga yonaman. Chunki butun mamlakat televizor ekran oldida meni ko'rayotgan nurg'un tomoshabinlar bor. Men faqat o'zimga vakolatdan mang'ama demedim.
Cungo xalqı vakaleten mağama dedim. Şinjan xalqı vakaleten mağama dedim. Toxta. Uğal sözün yanmaz. Ben bugün çokum tanışıkını aldım, benim menişim gerek. Bana bunda fırsat yine bağ mı yok mu? Dep tanışıkını aldım. Mağdım. Kögelli bağ olsa, ahır vağında yügrep ötek ettim de. Mening ötep bulap birinci kettim. Sorgan gepim neçe minut oldu, neçe saat oldu degan gepte. Men özüm bilan qanmay aş az qandı yügrep. Onu tepede men hareket gösterdim, o hareket göstermegen. Qasam 13 minut 48 sekund ötepti men. Kanadalık koçrayını 53 minut ötkende men 13 minut 48 sekund. Aşnadan 40 minut baldır. Nima desa bizde ruh bam eken. Biz mana muşunda cungoluk. Ötep boldum, devlet bayrağını çıkardım. Harbiy ofisarlar ba. Müzikini koydu, bayrağını çıkardı. Devlet bayrağını kaçtırdı. Şunda hoşal oldum. Bir cungoluk bozuptum bilen. Bir çetellik bizninki zamanımızda buzgan rekordunu biz buzup taşlap. Tuncu bulap dünya cinsi rekordunu 97 yılı yaratkan. Mana bu yıl 20 yıl oldu abay degendek. Bu küller bek iştik ötədi. Ondan keyin eyni mağdım sim üstüde 22 gün tuğa vaktim ba. Bu 22 gün tuğa vaktimni desem qanda tuğandı deysizler. Beijing'da Jinhay Kölü, Pingoray'nın Jinhay Kölü'nün üstüde uzunluğu 420 metre, egizlik 35 metre kaldığım plasımını tatıp sim üstüde 25 gün durup yeni dünya cinsi rekord yarattım. Şu ben 21 gün turmaya dedi. Bu 21 gün tursam ben çokum 42 gün turmaya degen. 42 gün turmaya desem bu dep koyup turmadı da onun kayında ben 21 gün degende ben bir gün aşırıp 22 gün turmaya dep sımını tatıp tudum uçağdaki benim tatkan japayım sizler uqmaysizlar. Putlarım külleki 5 saat mağama. Sımdı mansam putlarımdan tegiden kanap ketken, kollarım degen kapırıp ketken. Yağmur yığıvatkan, boran çıkıvatkan. Elik yani xelikleri, şaptul satıdığın xelik, aviyadı şaptul çıkıdı da, Diyxan bana bir günü 200 bin koy pulunu sövetki selip, şaptulunu selip ekepti o. Bu nime desem, biz tarihimizi pul tabi, ben mişe şaptullukum batı, sen mişe de simde bana 680 bin koyluk şaptul setipti me deydi. 25 günden içinde 680 bin koyluk şaptul setipti. Biz aşu yerlikке iqtisat yarattık. Xelik şu yerdeki nurgun aşu qazol günde bana bir näsini ekolodu vay dep. Ululan biz uyruq tuqqandek, qarindaşdek ola ketdik. Ulu nima desa, bizning madaniyatimiz mana aşlagımı iqtisat yarattı. Ularni xoşal qildi. Biz rekord yarattık. Bu yani 25 gün tudum, ahir 25 gün turup, en ahir günü toxtumay sim üstüde 8 saat 20 minut. Yer 8 saat 20 minut men puqanla qanda araslar. Qo'lamda 13 kilo ig'irliqdagi tanshak tömeni ko'tarib, teyni bir rekord yaratay deb to'xtamay 8 saat 20 minut mangandan keyin tanshakni qo'ysam, qo'lam echilmadi. Hamma ketib ketgan gap. Qo'ysam qo'yamadim. Asta-asta qandiki qo'lam qilsam, qo'lam tash. Qo'lamga bir pichoqlar ursam o'tmagidek ashinchilar chiqib ketganda, bu davozliq boshqasiga o'xshamaydi. Boshqasiga o'xshamaydi. Bu igizga chiqqandan keyin zo'rlab men olay desak, tushib ketsak hayotimizni arimiz. Mangmaylik desak, o'zimizningki qilayotgan ishimizga o'zimiz o'zgalanmaymiz. Cho'qim mush o'zimizningki tangponliqini, o'zimizningki bu yurakningki birlik bilan tamponliqni birlashtirganda biz har qanday narsaga aldirab ketsak bo'lmaydi. Aldiraq qilsaqlam ishdan chataq chiqarib qo'yamiz. Shunga bizningki u yerdagi mening 25 kunlik faoliyatim nihoyat g'albilik bo'ldi. Undan keyin men paqqayalar mana Qushchangisda, Beijingda, Nyocho deymiz, Qushchangisning ustida 60 kun menib baqdim. 60 kun tushma ashnon tubida dunyo jinsi rekord yaratdim. 70 metr egizlik, uzunluğu 220 metre keldi. Külleki
20 kilometr simdi mağaman. 20 kilometr mengip bakınla kanda oludu. 20 kilometr simdi kulam tenşek ba toxtumay berip düştüm burun 10 kilometr düştüm ki 10 kilometr mağamanda men çıkan çağda simga 75 kilo ottum. Simdin düşkende 69 kilo. Tamak şunda yaxşı. Men şim yaxşı. 47 gün bolgan çağda tasattılam. Simdi men işini unutulup kaldım. Aşnan töbede turup. Be korkunçluk iş. Ufmayman eliqi. Yeni bir edam bulap kaldım. Ben kallam aşında simgi çıksam hazır çıkıp ketgan tamponluk qattiq jutturib etdim. 47 gün bolganda. Doktorlarga telefon qildim. Onun tepek edam chiqish mumkin emas. Kichik bir 6 penfanlık uy var. Meniki yaşadığım şu yerdə uxlayman, şu yerdə tamak yeyman. Şu yerdə simgi chiqib mağaman. Mana kunda qildigan faoliyatim shu. 60 gün turup Quşçangızdan töbede bu çağdımı dünyacan surokat yarattım. Nurgun devlet rahberleri, nurgun çetellik tamaşıbıllı geldi. Bu çağda men özemni ıssiqda kichik vaqtimda mashq qilgandan keyin tanlanganligim, so'qoqda mashq qilib tanlanganligimni shu chaqda bildim. Quşçangızdan töbe qanda desanglar, hamma yerliqi sulyo, to'mi bo'lgankin mening uyammi nima bo'ladi? Qalayda uy yo'q. Yazsak keçti yağmur yağdı tong 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 aşağı nağır çağandak bu avaz bilan uxlayanmayman. Ettiğini qopap beni 20 kilometr sımdımamızam bo'lmaydi. Kündüzde bu Beijing'nin ıssiqiga adam chidig'ini olmaydi. Ko'zim da simni ko'ramaydigan mandan bo'lib qoldim uning ustida. Ham qo'rqaydigan, ham simni ko'ramaydigan. Simga chiqsam 6 sim turdi oldimda. Unda qarayman, 6 sim bo'lganki na ish chataq dedim. Nima desa, tamponqum buzilib ketdi. Bir yarım gün ben simgi çıkamadım. Bu pestkiler ensireydi, boldu, yenip düşteydi. Ben yak düşmeyime azal 60 gün toşkuzum deyine. Nurgun doktoru kıldık. Doktorlarını kılsak adılın ki nervüsten çatak çıkıptı deydi. Birisi deydi, menüsü kan düşke akşaydı deydi. Onda emez. Menik hem keyfiyatim yakşı. Şu paket tamponluğunu jutturup ettim. Sim asamlam turamay, meyda çıkıp gitip, jürkem, meyda sokuda hazır çıkıp gitip. 20 kilometr menda istik mansam başqa 220 metrni 5 minutda berib keldigan yani. Oxirgi kuni 1,5 kun damab bo'lgandan keyin 2 soat keldim. Ayağımı berib mayanga 5 minut mangdigan 2 soatda. Aş mangacha yine o'ltirib olaman, yine qo'pimasim, yine o'ltirib olaman. Nimasi hozir tushib ketsam 70 metr egizlikdan tushib ketsam hayotimda arlimanda. Men natijalashim kerakdi. Shundaq-ku. Mening oilamdikil deb ketdi. Mening balalarım deb ketdi, qizim deb ketdi. Dada, sizning natijangiz kerak emas bizga. Siz kerak dada, yenib tushing bo'ldi. Siz dunyo jazosini yaratgan, yenib tushing qo'shildi. Biz qo'rqa ketdik deb ketdi. Balalarım qardim, "Ey, to'xta. Men tushib ketay" dedim, lekin ana tushga unutmadim. Endi ashundaq oxirida asta-asta 60 kunni tugatdim. 60 kun tugab pastga tushgandan keyin viya deb menda bir sim bilan uchirib tushadi meni oxirida. U eliqi kayfiyatni hozir o'zim shundaq bizniki davlat rahbarlari, abnumray rahbarlari, Beijing rahbarlari meni kutib oldi. Kutib nayta cho'ng ziyofatlarni berdim. Nima desa, bu men mushu Xinjiang'ningki sentini, davozliq sentini mushu bizningki Quşçangızdan ustida o'tkazdim. Onun keyin 2000 yılı 10. ayının 6. günü nemede maqmaqçıda men xunanınki Jurun çoqusuna Fron çoqusuga. Bu yani hech kim tanlamagan o'zim tanlagan ya. Uzunluğu 1399 metr, egizligi 436 metr keladi. Bu yerga sim tatish jarayonida biz 3 oy vaqt sarf qildik. Lekin 3 oyning ichida nihoyatda nim bo'la ketdi bu sim tatilga o'rnimiz. Sharoit yaxshi bo'lmaganlikdan sim tatishning bizningki vaqtimizni uzrab ketib, o'tturdagi simlarni yaxshi tatamabdik. Men mangadigan kunim yomg'ir yig'ib ketdi. Mangmay desam, bütün memleketdagi televizor ekrandagi odamlar men to'xtamay telefon qilyotdi, uni datdi. Uni oldida nechini mangan, men endi unidan mangmasam, men o'zim tanlagan yerdan men qanday yuz kela olayman? Shuni o'yla oxirsida mangama dedim. Mangama deb tanshakni oldik, 2 soat saqladik, yomg'ir to'xtamadi. Aeroplanni ekilib, havani nim qilib baqdi. Polani etib, havani nim qilib baqdi. Enim qildi, 5 minut qolmay yomg'ir degan shunday tushdim.
22 apparat var benim qilayotgan eng yuqori suratli tatadigan apparat. Oxirida men oldim. Mangay deb bir qadamni olsam, telefon keldi. Bu telefon kimdan keldi? Mening qizimdan keldi. Qizimning 5 yoshga chiga vaqti. Dada, bek yamug'iga bitib mangmisiniz bo'lamdi deydi. Bolam nima bo'ldi desek, dada biz qo'rqatimizni bek tiyinqaq ekansan, 5 yoshli qizimning degan gapim. Siz tushib ketib qolsangiz, sizda bizni kim boqadi? Bu gap menga ta'sir qildi. Abay men dadamdan 5 yosh vaqtimda qolgan. Yeni men mishadin yaxshi mang'amay simdan tushib ketib qolsam, mening bolam yana 5 yosh vaqt qilamo degan bilan endi simda o'ltirib, mangmay yarım saat o'ltirib ketib o'ynab ketib oxirsini o'ylandim. Bu fursat men kelavermaydi. Men mangay. Menda shunchalik iroda bor. Meni qo'llayotgan 1 milliard 370 million Jungo xalqi men uchun madad beryapti. Xinjiang xalqi men uchun madad beryapti. Men mangay deb meni oxirsini mangdim. Men 100 metr mangandan keyin menimi ko'ranmidi? Mening tiniqim bor. Qilib yurakni so'qayotgan duk anglayotdi. Lekin meni ko'ramadi, meni izlayotgan simning o'tirib borgan chaqda biz ayliqqa menda tatilgan sim tatammagan ki ko'ranmagan ekan. Sim menda planshep onun tabida. Men ko'gilkimni ko'rdim onun tabida. Aqimga mangay istak mangunmaydi, aldiga mangay istak mangunmaydi. Bulut, menda bu nada deb qoldim, to'ttirib qarayman. Endi mushundaq qilib 52 minutda 1399 metr simni o'tib bo'ldim. Buni Muşumu hamda nima desa, jiq odamga ta'sir qildi. Ishqirdagi jiqlarga ta'sir qildi. Nurg'o odamni men yurakkeslik qilib qo'yaptim men. Nurg'o odamni qon bosimini o'ldiribdim. Nima desa, bu meni yaxshi ko'rganlik edi-da. Bo'ldi, Adil, hamda sizning natijangiz kerak emas. Siz bizga kerak, hamda bo'ldi, to'xtating deydi. Men to'xtashim kerak. Endi mening mangdigan bir arzuyim bor. O'sha arzuyimni men bo'lsam, to'xtaydim. Uningdan keyin nima desa, bizning iqtisodatimizga nihoyatda belgilik iqtisod yaratdi. Xinjiangni tushundi. Men buningga o'zimmi nihoyatda o'zimga rahmat aytaman, dadamga rahmat aytaman. Davozlik kasbiga rahmat aytaman. Nimda bizni meni ko'kka ko'targan darvozlik deymiz. Darvozlik bo'lmagan bo'lsa, men sahnaga chiqolmaydim. Buni kim berdi? Partiya berdi. Xalq berdi. Mening kasbim berdi. Bu natija menga mansub emas. Mishada o'ltagan o'smirlarimizga, yoshlarımizga mansub. Sizlarmi tirishsanglar, nurg'un natijalar sizlarni saqlab turdi. Cho'qim men ishni men hozirgi yoshlar bizga qaraganda mana yaxshi maktablarda o'qiyapsizlar, yaxshi siyosatlarni tushunyapsizlar. Men davozlikni mana mushundaq pallim-palla mengib keldim. Meningki dunyo jinsi rekord yaratganligim mening kasbimda g'alaba qozonganligim. Men g'alaba qozonib bo'lgandan keyin nima ish qilaman? Jamiyatga bizniki ozroq ish qilib berishimiz kerak. Meningki tarbiyalayotgan nurg'un bu shogirdlarimiz bor. Hozir bizmi taraqqiy qilyapmiz. Shogirdlarim taraqqiy qilyapti. Men menga yo'llanma mening shogirdlarim yaxshi menish kerak. Men alamagan natijalarni shogirdlar yaxshi elish kerak. Mishada o'ltagan hammanglarga shu natija sizlarni saqlatadi, lekin siz tirishmasang bo'lmaydi-da. Shunga bizningki bu davozlikdagi hozirgi natijamiz men dedim, pallim-palli kelgan. Men o'zimning hayoti bilan o'ynashdim. O'ynashgan bilan meni davozlik ko'kka ko'tardi. Mush ko'k orqali men Xinjiangning sentini, Jungoning sentini dunyoga tanishtirdim. Buni hammanglar televizor ekran oldida ko'rasizlar. Bugünkidek mana suhbat orqali bilagi yurak qalb so'zimiz sizlarga deganligim nihoyatda men xursand. Rahmat. hayajonlandıradigan nutuqdan birini so'zlab berdingiz. Undaqda Adilka hamda Bayatinqi sizning nutuqlaringizni anglash jarayonida bizning naq maydondagi savodoshlarimizning shundaqla yoshlar vakilining sizga deydigan ko'ngil so'zi shundaqla savollar bor ekan. Undaqda avval biz naq maydondan chiqqan savollarni siz bilan birlikda bir o'rtoqlashgan bo'lsak. Adil aka, darvozlik bo'lsa bir hayot mamatlik tanarkat turi. Sizning darvozlik kasbi bilan shug'ullanish jarayoningizda eng og'ir yaralangan vaqtingiz qaysi edi? Men mengib chiqsam, Adil akamning hamma yeri sakin deysizlar. Mening 17 sunuq.
Lekin mening qalbim saq. Men 91-yili men mengayotgan arqan uzilib ketib tuyuqsiz 21 metr egizlikdan tushib ketgan. 120 maydon o'yin qo'ygan men. Eng oxirgi maydon 119 maydon tugatdim, 120 maydon shu 1 minut chidib etgan bo'lsa, og'amcha mening u yetim sunmaydi. Hamma degan qilib oxir kunga shunda sho'x o'ynab ketdim, sakrab topda usullarni o'ynab, hozir to'piga chiqay deb, yuguray deb tursam, qas qilib qoldim, deb qoldim. Uqmayman, yerga tushib bo'libdi men. Davozning hammasi yerga yiqilib tushibdi. Yerga tushib bo'lib 20 metr egizlikdan. Endi birinchi o'lab beshimni ko'tarib manda qildim. To'melar yiqilib, o'zim bilan qolmay, boshqa odamlarni qanday odamni besib olganda nurg'un tomoshabinlar va shaqayt ko'rayotgan. Shularni besib olganda deb anada ansirab meni shu bir kuch bo'ldi-da, menda endi yiqilib bo'lganda meni qo'pib manda qarsam, yaxshi bizning manda beg'atarlikimiz tortgan, shuning ichiga tushibdi. Odamlarni besib olmabdi. Endi keyin bo'laman, tarang adlam tushdim. Uni uqmayman, keyindan doktorxonalarga olib boribdi. Doktorxonaga olib borganda og'riryapti. Doktorlar eliqqa tekshirganimga selib hammasi 5 medilat qildi. Bunday qilib. Amal yo'q debchi. Ko'rib turma ko'zimga. Men buchaq 20 yoshga vaqtim. Menga doktor men eliq vushum kelgandan keyin sen bundan keyin qo'polmaysan, o'rnidan turolmaysan adil. Sen ideyangda tayyorlik olsun, seni birisi Harvardda ishlab, Harvardda o'ltarsang bo'ladi. Sening uydagilaring ya opang ya dadang deganda doktorga mening opam yo'q, dadam yo'q desam, doktorimiz yig'lab ketdi. Undan ayolang bor deganda men to'ymi qilmagan o chaqda. Meni endi chim ishtira. Chimnim qila, menga endi bu endi 20 yosh chirib, men endi bir ayliq jamiyatga yuk bo'la qolsam bo'lmaydi. Hech qanday natija qozonmay turib. Ko'nglim shunday yerim bo'ldi. Keyindan bu davolashni elib bordi. Bu qo'polmaysa, meni nim qilmaysa degan edim men. 4 oymi bo'lgandan keyin o'zim shu karvatni tutib qo'psam, qo'poldim. Lekin aytchadi joyi yo'q. Qo'limda kuch borda, mening sungan yerimni deb bersam, bel umurtqa 2 yer, 7 tal qovurg'a, ma putum 3 yerdan, ma qo'lam 3 yerdan, ma o'g'ri 3 yer. U 7 yer sunuqda mushu japalarni o'tkazgan. Nimada bu davozlik hayotimdagi meningki eng mushaqqat kunlar bo'lgan. Oxirsida mana qo'pdim, dag'i chiqdim. Uni kendan yiqilib bo'lgandan keyin endi mana bu dunyoda rekord yaratganligim. Bo'lmasa men ashaq yiqilmagan bo'lsam, balkim endi bunchalik rekordlarni yaratishim mutas bo'lardi. Shu chaqda endi qaytadan qo'pab, men to'xtab, men bu mangan yo'lamdan qaytmaslik kerak. O'g'ala so'zni yalmaslik kerak deganga o'xshash men iroda bilan hozirgacha men tilyapman. Rahmat. Rahmat. Undaqda endi biz yoshlar vakilining qanday o'y fikrlari bor, qanday savollar bor, anglab boqaylik. Qani, marhamat. Assalomu alaykum Abdulaka. Siz bilan bu sahnada ko'rishganimdan juda xursandman. Men bugungi programmaning yoshlar vakili Ruzoji Muxtor bo'laman. Darvozada darg'i chiqishdan burun, mayli ma'naviy jihatdan bo'lsin, mayli moddiy jihatdan bo'lsin, qanday tayyorliklarni qilish kerak yoki qanday holatni hozirlash kerak mushiyatni bir tushuncha bergan bo'lsangiz rahmat. Bizningki darvozlik kasbi boshqa kasbga qaraganda sal xatarlik. O'ziningki ammo tayyorlik vaqtchiroq ketib qoladi. Shunga biz mush darg'a chiqishdan burun cho'qim 1 soat, 2 soat burun yaxshi orom olishimiz kerak. O'zimizni tinchlantirib, boshdan chiqishdan burun tanshakni tekshiramiz, masalan, putimizga o'taklarimizni kiyamiz. Burun oyoq yalon oyoq mang'atdiq. Hozir o'tak kiyamiz. Nima desa, o'taklarimizni tekshiramiz. Uni tegilarida vanda yo'llar bormi, chapishgan narsa bormi, uni tekshiramiz. Tanshakninki bizniki birsi-birsiga ulaymiz hozir. Ulg'ankim bu tasoddifiy mandaq bir silkib buni tekshirish bo'ladi. Yaxshi tekshirmasak, biz o'yan ko'rsatgan chaq sunib ketgan ahvollar va nim qilib ketgan. Yaxshi biz o'chaq tushib ketmadik, qiyna og'amcha tutgan. Mushu bizning tayyorligimizni uqmaydigan odamga desa, bir yerdan menga davozni tatib desa, bu tayyorlikni hech kim uqmaydi, qilolmaydi. Şunu biz işkir ülkelerine bağırsak meyli Şinjan olsun, qanday yerda o'yan qo'ysak, tayyorlikni oldin o'zimiz qilamiz, o'zimizdan odamlar qiladi. Biz ko'rib bo'lgandan keyin buning ishonchi bo'ladi. Shunga endi 1 soat burun biz 1,5 soat man bitirdik ekanmiz orom olish deb. Buni cho'qim simga chiqadigan bolalarni cho'qim yaxshi orom oldirish kerak. Uning ustiga bizningki shu tatildigan simlarimizning hammasininki o'lchimi bor. Ching tatib olsak da bo'lmaydi. Boş tatib olsak da bo'lmaydi. Uni manda tik tatib qo'ysak da midiraydi. Buning tayyorlik xizmati oldidan
Bunu sizlar ko'rmaysizlar biz saknaga chiqiblar moy deb usul o'ynaganimiz nay chiroyli qo'ygan bilan sanning ostida 10 yillik qiliqi Meşik deganimiz shu bizning tayyorligimiz o'xshash o ham boshlanishgan bu tayyorlik shu 10 yillik tayyorlikni kallamizga keltirsak ham bo'ladi sakna ustida 1 minut karomat sakna ostida 10 yillik ajr kallani boshqa bilib kelsak yaxshi ma'qul olmaydi shunga buningda mangadigan chaqda bizningki yurakni to'xtatish haliqimiz yurakninki ba'zi chaqda biz ishtiglab kelsa yurak so'qishi simg'i chiqqan kellan putimiz titraydigan bo'lib qoladi hammani kontrol qildi da buningda shunga biz shu simda minishdan burun maslahat bermanda shogirdlarim mangandaka cho'qim tantirma o'zingni besilib manganmasang o'ltirib ol deyman bu kalla tayyorlik qilma simg'i chiqib o'zimizning kallasida o'ylaganligimizni bilmasak biz qo'rqib kelsak midilab kelsak tushib ketib qolamiz bu kallada kontrol qilish o'zimizni kalla orqali o'zimizni simni boshqarish bu muhim jiqaydam qo'rqqanlikdan ish chiqadi qo'rqib kelsak simni tutolmaymiz o'zining nima ish qilganligini bilmaydi yaga tushganligini uqmaydi oxirsida apla deymiz tugaydigan gap shunga buningda minishdan burun biz bolalarga mening shogirdlarim deydigan gap cho'qim kallani sizga tutib cho'qim yaxshi o'zimizni to'xtatib turib mangaylamaningda deymiz buningda lekin bizniki yurak so'qash qadamimiz bilan kalla birlashgan chaqda yaxshi ma'qul bo'ldi salmoq bo'lish kerak Darvozlik san'ati davlatning g'ayyi madaniyat qo'g'dash turiga kirdi. Ko'p ajr singdirib, avlod tarbiyalayapsiz. Avlod tarbiyalashga maqsadingiz darvozlik san'atining avlodi uzilib qolmasin deb qaramsiz yoki ko'p avlod tarbiyalashga maqsadingiz nima? Hozir mishada o'rtog'im men nurg'un shogirdlarim bor. Abdusattar, Yoqubjon, anigayni kichik oyada Ibrohim deganlar. Mushular hozir hammani tushundigan bo'ldi. Men ma'lum qo'yib bersam hozir bular meni adumaydi. Adumay bu shogirdlarimning bo'lganligi uchun men bo'ldim nayta huzurlanaman, faxrlanaman. Men menda o'ltasam, men bir narsa qilgan bo'lsam, ustam sizlar o'ltasizlar. Endi biz qilamiz, siz burun qilgan. Biz uqdiq mani, bildik deydim. Men bundan. Shunga buningga bunda tarbiyalash, yana avlod bo'lmasa olmaydi ekan, shogird bo'lmasa olmaydi ekan, izbosar bo'lmasa olmaydi ekan. Izbosar bo'lganda davozlik san'ati o'chmaydi ekan. Shuning uchun avloddan tarbiyalayapmiz. Rahmat. Xo'sh, marhamat. Assalomu alaykum Adilka, yaxshimisiz? Men Shinjon kasbiy universiteti o'quvchisi Baxtugul Husayn bo'laman. Hech qanday bexatarlik sistemasi qo'llanmagan ahvol ostidami eng chong tavakkülchilik ruhi bilan darvoz mengiz sizningcha to'g'ri usulmi? İradenin o'zi bizni bexatarlik tasmasini taqib olsak, bizning abay dedimgo 450 yillik tariximizda ota bobolarimiz, ajdodlarimiz hech qaysi bexatarlik tasmasini taqmagan. Bunu taqib olsak, bizning hozir sahna ishlarda o'ynayotgan simda minish deymiz. Buningda biz bexatarlik tasmasini taqib olamiz. Buni taqib olgandan keyin biz dar ustida qilamagan harakatlarni sim ustida qilgan bo'ladi. Chunki biz mush darvozlikni o'rgandik. Buningda cho'qim biz %100 ishonchi bo'lganda biz egizyaga chiqamiz. Siz egiz simlarning ustiga chiqib olganda 400 metr, 500 metr egizlikda sizni taqib oladigan hech qanday bexatarlik tasmasi o'rnatish bizga afsiz. Ham uni o'rnatgan olmaydi. Mushunga biz birinchidan o'zimizning ishonchisi, ikkinchidan bizning ajdodlarimizningki davozlik san'atida azaldan bexatarlik tasmasini taqmay kelganlikdan hozir bu shuni davomlashtiryapmiz. Buningga biz %100 ishonch bo'lganda anikin dar ustida qadamimizni adil qadam bilan mang'alaymiz. Demak, o'zimizga ishonch bo'lgan vaqtida tayyorlik qilib bo'lgan vaqtida bo'ladi demakki, ha? Qani, marhamat. Yaxshimisiz Adilka? Men Pedagogika universiteti Güzel Sanat institutidan Muhammad bo'laman. Mening sizdan so'ramoqchi bo'lgan savolim, siz har qitim o'ng'ussizlik va qiyinchilikqa duch kelganda sizning o'z irodingizni tavratmaydigan kuch va energiya nerdan kelgan? Darvozlikdagi energiya boshqa energiyaga o'xshamaydi masalaga. Shu ruh bo'lganda biz simning ustiga chiqa olamiz. Bu ruh qanday ruh desa, bizga ayda sen degandek yaxshi energiya bo'lish kerak. Bizda yaxshi tanlanishimiz kerak. Shunda bo'lganda odam yaxshi energiya bo'ladi. Odamda yaxshi ishonch bo'ladi. Simning ustiga chiqib olib bir qadamni mangama deyman. Egizkim bu. Bu yaxshi mansam bo'ladi-ku deyman. Bir xil besim bo'ladi odamda-chu. Bizda tatinish bo'ladi. Endi keyin simga chiqqanda sal qo'rqinish bo'ladi. Mening shogirdlarimning hammasi yaxshi mangmaydi, qo'rqaydiganlarim bo'ladi.
Muşu nima desa, hozir bizningki mengayotgan yo'limizda mushu. Mening bir qadamim bak muhim dedim-ku. To'g'ri, tunji qadam. Sizlarning mush tunji qadamingni bak muhim mush yoshlarningki. Qadamni yaxshi minish kerak. Yaxshi qadam sizlarni cho'qim eng yaxshi pallaga chiqadi. Rahmat. Demak, Adilkamninki dal mana shu o'zining shu darvozalik mahoratini ko'rsatish va darvozalik san'atini ko'rsatish, namoyon qilishdagi ana shu energiya, shu ruhlar nadin kelgan desa, atrofdagi shu xalqning o'zini qo'llab-quvvatlashi, shundaqla uning bo'lgan umidi dal mana shu darvozalik san'ati bilan shug'ullanayotgan shu kishilarimiz uchun intayin kuch va energiya bo'lib hisoblanadi ekan. Tushunishli bo'ldi-ku, javob. Shunaqmi? Rahmat sizga. Amaliyotda biz mana kishilik turmushimizda har qaysi kasbdagi utuq qozongan kishilar bilan uchrashib turmiz, shundaqla ularning paranglarini anglab turmiz. Bugun biz Palakchoy bo'lgan Odil O'shir apandining mana bizga elib kelgan bu qaltis bo'lgan nutug'idan shuni his qilib bo'ldiki, odam tirishsala bir ishni boshqa achchiq qilib bo'ladi. Ammo tirishchanlikning bo'g'inila uni boshqa achchiqishdagi bir asosliq ilment bo'lib hisoblanmaydi. Uni boshqa izchillik bo'lishi kerak. Adil O'shir apandining dalmoni mushu nutuqlardan biz nimani sezib oldik deganda, muvaffaqiyat qozonish bo'lsa, tirishchanlik, izchillik, uningdan boshqa o'ziga bo'lgan ishonchda. Shunaqmi? To'g'ri. Xo'sh, Adilka, yana bir qaytam sizga ko'pdan ko'p rahmatimizni aytamiz. Albatta, buningdan keyingi ishlaringizda ham utuqlik bo'lsin. Shundaqla biz bugungi bo'lsam programmamizni menimcha bu vaqtida Adil O'shir apandining ikki og'iz so'zi bilan oxirlashtirishni intayin to'g'ri topdik. Sizcha ekran oldidagi shundaqlar naq maydondagi shu yoshlarimizga deydigan qanday bir madad so'zlaringiz va ilhomlaringiz bor? Bu bak yaxshi bo'ldi. Men ekran oldidagi ko'rarman yosh do'stlarga, saqdoshlarga chin ko'nglimdan aytadiganim, biz cho'qim tirishqandalam o'ylagan nishonga yeta olamiz. Bizningki yo'limiz nihoyatda ochiq, nihoyatda dag'dam. Biz yaxshi mengishimiz o'zimizga bog'liq. Şuna bizningki hozir bütün mamlakatda, bütün opmranda biz bir oila kishi bo'latimiz. Millatlar ittifoqligini yaxshilatimiz. Nima desa, bizning qalbimizda partiyaga rahmat, davlatimizga rahmat, Cumhuriyet millatiga rahmat deydigan bir ruhlarda ideya bo'lishi kerak. Bu ideyalarimiz bizning Şinjanning kelgusini go'zal qildi, yoshlarimizni cho'qim yaxshi natijaga erishtirdi. Rahmat Adilka, rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Albatta hammanglar o'zaro qo'lni qo'lga tutishib, birlikda olg'a ilgirlagan vaqtimizda ondan go'zal kelgusimizni yorita olamiz. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, ular shundaq deydi programmasining bu haftalik soni mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi sonni ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.